Muqaddas kitob so'zlamoqda dasturi. Aleksey Alekseyevich, imonsiz kishi tavba qilish uchun nimalarni bilish kerak? Tavba insonning muayyan hodisalarga bo'lgan munosabati yoki qarashlarining ma'lum darajaga o'zgarishini nazarda tutadi. Yunoncha tavba so'zi ikki qismdan iborat bo'lib, uni fikrlash tarzining o'zgartirish yoki nuqta nazarining o'zgartirish deb tarjima qilishi mumkin. Shu bois inson tavba qilish uchun ba'zi bir narsalarni bilishi kerak. Agar biz tavbani bilimdan umuman ajratib tashlasak, shunchaki hissiy hayajon yoki qandaydir vaziyat yuzasidan afsuslanishga duch kelamiz. Ammo biz insonning o'sha paytda haqiqatdan ham yuqoridan qayta tug'ilganiga ishonch hosil qila olmaymiz. Shu bilan birga bu inson tavba qilish uchun tizimli ilohiyot darsligini yoki butun muqaddas kitobini bilish kerak degani ham emas. Muqaddas kitobda insonning najot topishi uchun muhim bo'lgan bir nechta aniq hodisalar haqida so'z yuritiladi. Muqaddas kitobning bir nechta joylarini eslatib o'tmoqchiman. Ulardan biri Efesiklarga maktubi 1-bobi 13-oyatda topamiz. Sizlar ham haqiqat kalomini, ya'ni najotingiz to'g'risidagi xushxabarni eshitib, Masihga iymon keltirdingizlar. Bu yerda haqiqat so'zining najot to'g'risidagi xushxabar qismiga urg'u beriladi. Ya'ni gap muqaddas kitob haqida ketmoqda. Siz ham najot xushxabarini eshitib, unga ishonganingizda va'da qilgan muqaddas ruh bilan muhrlangansiz. Demak, havoriy bu yerda biz muqaddas kitob deb ataydigan ma'lum ma'lumotlar to'plamini nazarda tutadi. Inson uni eshitib, ishonganda muqaddas ruh bilan muhrlanadi, ya'ni najot topadi va halok bo'lganlar toifasidan qutqarilgan toifasiga o'tkaziladi. Xo'sh, muqaddas kitobga nimalar kiradi? Buni tushunishga yordam beradigan boshqa oyatlar ham bor. Ibroniylarga maktubining 11-bobida shunday deyilgan: Kim Xudoga yaqinlashmoqchi bo'lsa, uning borligiga ishonmog'i lozim. Xudo uni izlovchilariga mukofot berishga e'tiqod qilmog'i shart. Ya'ni tavba qilish uchun eng kamida Xudoga ishonish kerak. Xudoning borligiga va u odamlarning o'ziga, uning haqiqatiga, so'ziga va qonuniga bo'lgan munosabatiga qarab mukofotlashiga ishonish kerak. Bu inson bilish kerak bo'lgan birinchi narsa. Havoriy Afinada majusiylarga va'z qilganida gapni Xudoning borligiga, u hamma narsani boshqarishidan va biz unga hisob berishimizdan boshlaydi. Yana Rimliklarga maktubining 1-oyatini o'qiymiz. Uning 10-bobining 9-oyatida havoriy shunday deydi: Agar sen Isoni Rabbim deb og'zing bilan ochiq iqror etsang va Xudo uni tirilganiga chin yurakdan ishonsang, najot topasan. Ya'ni Xudoning borligiga va izlovchilariga mukofot berishga ishonishdan tashqari, Iso Masih haqida uning gunohlarimizni o'z zimmasiga olish uchun kelganini bilishimiz kerak. U Golgotada gunohlarimiz uchun azob chekkanini, o'lganini va tirilganini, gunoh ustidan g'alaba qozonini va Ota tomonidan g'olib sifatida tan olinganini tushunib yetishimiz kerak. Bu so'zlarni o'qiyotganimizda aynan shu haqda so'z yurilayotganini ko'ramiz va shunda biz Isoni Rabbimiz deb tan olamiz. Bu oyatlar bizga zarur bo'lgan minimumni ko'rsatadi. Ularni umumlashtirsak, quyidagi asosiy masalalar ro'yxatiga kelamiz. Birinchidan, Xudoga osmon va yerning yaratuvchisi sifatida ishonish kerak. Ikkinchidan, Xudo yer yuzidagi har bir insondan hisob so'rashiga ishonishimiz kerak. Uchinchidan, Xudo o'z sevgisi tufayli o'g'li Iso Masihni yuborgan. U bizning kamchiliklarimiz, Xudoning qonuni va haqiqati mos kelmaydigan barcha xatti-harakatlarimiz uchun jazolangan. Bilamizki, u bu jazoni o'z zimmasiga olib, Xudoning g'azabini to'liq qondirib, o'liklar orasida tirildi. Endi biz Isoni najotkorimiz sifatida qabul qilar ekanmiz, uning o'rnida bo'lishimiz kerakligini tushunamiz
va bu vaziyatda butun hayotimiz unga tegishli ekanligini tushunamiz. Shuning uchun biz Isoni Rabbimiz deb tan olamiz va uni najotkorimiz sifatida qabul qilamiz. Ana shunda inson najot topadi. Bugungi suhbatimiz shu yerda tugadi. Xudo sizni asrasin.